بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hurmatlik do'stlar, islomdagi aka-ukalar, opa-singillar, mana bu muborak oy, Ramazon oyi, Qur'on oyi, bu oyda Alloh taolo boshqa oylarda berilmagan fazli, rahmati, mag'firati, mukofoti, inson tasavvuriga kelmagan yaxshiliklar yashiringan bu Ramazon oyi. Bu Ramazon oyida kishining, insonlarning, bandalarning saodati bo'lgan Qur'on nozil bo'lgan oy. Bu Ramazon oyi Alloh subhanahu va taolo gunohkor bandalarini Ramazon oyida qilgan solih amallari sababli har kechasida jahannamdan, do'zaxdan ozod bo'lib qutuladigan oy. Ramazon oyi do'zax qopqoqlari yopilib, jannat darvozalari ochilib, jinlarning kattalari, shaytonning kattalari zanjirband bo'ladigan oy. Mana bu oy Qur'on oyi bo'lganligi munosabati bilan Qur'on bilan o'tkazaylik. Solih amallar bilan g'animat bilib fursatni, mahkam fursatni g'animat bilaylik degan maqsadda, niyatda sizlar bilan Robbim muvaffaq qilganicha solih amallar bilan fursatni g'animat bilaylik degan maqsadda mana shu bugungi kundagi internet orqali, mana bu vositalar orqali sizlar bilan hamkor bo'lib solih amallar ustida jamlanib turibmiz. U ham bo'lsa avval e'lon qilganimizdek har bir kunda, Ramazonning har bir kunida o'qilinayotgan namozlarimizdagi qilinayotgan xatmi Qur'onlarda Alloh taoloning oyati bilan birga yashashlik, boxabar bo'lishlik va o'qiyotgan oyatlarimizda Alloh taolo bizlarga nimani aytyapti, nimadan xabar beryapti, nimadan ogohlantiryapti, bundan bir ya'ni qisqa saboq olishlik, Qur'on oyatlarining ma'nolari bilan birga yashashlik. Qani bo'lmasa bismillah boshladik. Alloh subhanahu va taoloning kalomi o'zining nomi bilan, o'zining sifatlarini vasf qilishlik bilan boshlab Bismillahirrohmanirrohim deb Allohning nomi bilan boshlaymiz. U mehribon va rahmdil bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo Fotiha surasini, Fotiha bilasizlar, ko'pchiliginglarga ma'lum ochqich deydi. Ya'ni Qur'onning ochilishligi, Qur'onning onasi, Qur'onning boshi, Qur'onning haqiqiy ma'nosini o'z ichiga olgan oyat. Ko'pimiz, hammamiz yoddan bilamiz, alhamdulillah. Bu surani ko'p o'qiymiz, lekin bu sura eng ulug' sura. Bu surada Alloh taolo bizlarga nimani ta'lim beradi, nimaga ogohlantiradi, nimadan xabar beradi? Alloh taolo birinchi oyatidan boshlab 4-oyatigacha Alloh taologa hamd aytishlikka targ'ib qiladi. Alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim, maliki yawmiddin. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa maqtovlar aytishlik, hamd aytishlik. Ya'ni sodda qilib aytganda Alloh taologa rahmat aytishlik. Birov yaxshilik qilsa, unga minnatdorchilik bildiramiz. Butun yaxshiliklarning egasi bo'lgan Alloh taologa hamd aytishlik. Alhamd degani butun maqtovlar, butun hamma yaxshi so'zlar, maqtovlar Alloh taologa xosdir. Alloh taolo bizga o'ziga hamd aytishlikni o'rgatyapti. Orqasidan Alloh taolo o'zining sifatlarini, ba'zilarini Alloh taolo ar-rohmanir rohim, u mehribonligini, bandalariga o'ta rahmdil ekanligini Alloh taolo o'ziga hamd aytishlik bilan Alloh taolo o'zini vasf qilib, o'zini eslatib o'tyapti. Undan keyingi 5-6 oyatlarda Qur'onning birinchi hamma qismini shu Fotiha surasiga bag'ishlasak yetadi o'zi aslida. Alloh taologa hamd aytishlik, Alloh taoloni tanishlik, orqasidan Alloh bilan bandaning o'rtasidagi bo'ladigan ibodat to'g'risida Alloh taolo 5-6 oyatlarida yakka Alloh taologa ibodat qilishlik. İyyâke na'budu va iyyâke nesta'in. Mana bu oyatlarda Alloh taolo o'ziga ibodat qilishlik va ibodat qilganlarni albatta yutuqqa emas, mana shu ibodatim bilan birga yutuqqa sen berasan. Ya'ni yutuqqa, najotni sen berasan
deb insonga yutuqni ham beruvchi o'zi ekanligini, hidoyatga yo'llovchi ham o'zi ekanligini, Alloh subhanahu va taologa bandalik, qullik, ibodat, sig'inishlik hammasini faqatgina senga qilishligini, ya'ni Alloh taoloning o'zigagina qilishligini va mana shu narsada Alloh taolodan isti'onat, yordam so'rashlikni Alloh taolo xabarini beradi. Orqasidan o'zidan panoh so'rashlik, adashgan toifalar va Alloh subhanahu va taoloning huzurida qabul bo'ladigan yagona din islom, undan boshqa yahudlar, nasorolar va butun adashganlar va Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lganlarning hammasi botil ekanligini, haq esa faqatgina Allohning roziligi, najot faqatgina islomda ekanligini va ana shu islomga o'zing yo'lla degan oyatni bizga ta'lim berib, mana shu bilan Qur'onga kirib kelamiz. Keyingi oyatlarga qaraylik. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasini boshladi. Baqara surasining 1-2 oyatlarida Qur'onning vazifasini Alloh taolo bayon qiladi. Qur'onning vazifasi nima edi? Qur'onning vazifasi hidoyat, to'g'ri yo'lga yo'llovchi va to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi bu kitob edi. Zalikal kitob la rayba fi. Hudal lil muttaqin. Taqvo qilgan, Alloh taolodan qo'rqqan, yaxshilikni yaxshi ko'rgan, yomonlikdan o'ziga himoyalangan muttaqinlarga bu kitob hidoyat yo'li ekanligini Alloh taolo xabarini beradi. 3-5 oyatlarda esa Alloh subhanahu va taolo endi bandalarini vasf qilishlikka boshladi. Bandalarining sifatlaridan birinchi bo'lib Allohning do'stlari, valilari, mu'minlarning sifatini Alloh taolo bayon qiladi va u yerda 3-5 oyatlarda bandalarining rangiga, millatiga emas, balki ularni Allohning valilari, ular mu'minlar. Mu'minlarning sifati esa iymon. Iymonning sifati, iymonning eng asoslaridan biri g'aybga iymon keltirishlik. Alloh taologa iymon keltirishlikda qaranglar-da. Alloh subhanahu va taologa, maloikalarga, payg'ambarlarga, nozil bo'lgan kitoblarga yo'q. Mana bu joyda Alloh taolo allazina yu'minuna bil g'ayb dedi. Ular g'aybga iymon keltirgan. Nimaga? G'aybga iymon keltirgan. Yodlab olgan emas, haqiqiy ma'noda ishongan, Allohga ishongan, jannatga ishongan, do'zaxga ishongan odam Allohga o'zini qulligini ado etadi. Jannatga ishongan odam, iymon keltirgan odam unga oshiqadi, unga intiladi, unga olib boruvchi yo'llarda izlanadi. Do'zaxga ishongan odam do'zaxdan qo'rqadi, undan panoh so'raydi, unga olib boruvchi yo'llardan nima o'zini to'sadi. Mana shu mo'min odamning sifati. U faqatgina iymon keltirib qo'yishlik, ya'ni lafzi bilan aytib qo'yishlikni o'zi emas. Ishongan odam shunga qarab, g'aybga qarab amal qilishligini Alloh taolo mo'minlarning sifati to'g'risida xabarini beradi. Orqasidan 6-7 oyatlarda kofirlarning kufrining haqiqati va kofirlarning Alloh bilan o'zining aloqasini uzganligi. Ya'ni kofirning g'ami Robbisi bilan aloqasini uzgan. Uni g'am tashvishi faqatgina moli dunyo, yeb ichishlik, o'zining nafsidan boshqa narsa bo'lmaydi. Uning haqiqati Robbisi bilan uzilgan. Mo'min Alloh bilan bog'langan. Kofir esa Alloh bilan aloqasi uzilgan, nafsi bilan bog'langan. Uni Alloh taolo kofirlarning sifatini xabarini beradi. Alloh taolo aytadiki: "Innal ladina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Ularni eslatsangiz ham, ogohlantirsangiz ham, qo'rqitsangiz ham, ularni qiziqtirsangiz ham yo'q, ular iymonga kelmaydi. Chunki ular Alloh bilan uzilgan. Orqasidan Alloh subhanahu va taolo 3-toifa insonlar bor. Ular nima? Birinchi toifa mu'minlar, ikkinchi toifa kofirlar, uchinchi toifa kim edi? Munofiqlar. Munofiqlar to'g'risida darslarimiz o'tilingan, uni albatta eshitgansizlar, inshaalloh Xudo xolasa eshitmaganlar bir eshitinglar. Alloh taolo vasf qiladi. Munofiqlarning sifati va ularga beriladigan mukofot to'g'risida 8-dan 16-oyatgacha Alloh taolo munofiqlarning sifatini aytadi. Va ularni qalblari kufrga makon va ularni Alloh subhanahu va taolodan hidoyat so'ramaganligi uchun Alloh taolo ularga nima? Hidoyat bermaydi. U o'zlarini iymon ahlidanman deb turib hisoblashadi, lekin Alloh subhanahu va taolo ular iymon ahlidan emas ekanligini, chunki Alloh taologa xiyonat qilganligini, Allohni aldamoqchi bo'lganligini, basharasini, haqiqatini Alloh taolo bayon qilib beradi. 17-oyatdan boshlab 20-oyatlarigacha Alloh subhanahu va taolo munofiqlarning ba'zi misollarini, ya'ni ularning amallarida, e'tiqodlarida, muomalatlarida munofiqlarning ba'zi bir sifatlarini Alloh subhanahu va taolo bayon qilib beradi va ularning qalblari toshdan ham ko'ra qattiq ketganligini, ular eshitgan gaplari qalblariga bormasligini Alloh subhanahu va taolo xabarini beradi.
21-22 oyatlarda Alloh subhanahu va taolo endi xabar berdi. Iymon ahlini xabar berdi, kufr ahlini xabar berdi, munofiq ahlini. Endi Alloh subhanahu va taolo 21-22 oyatlarda Makka mushriklari va butun bashariyatga Alloh taolo xitobini boshladi. Ya ayyuhan-nas ubudu, ey insonlar dedi. Demak, bu yerda tanitgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Makka mushriklariga, kofirlariga va butun bashariyatga hujjatni barpo etdi. Hujjatni qoim qildi. Ya ayyuhan-nas ubudu robbakumul lati xalaqakum. Ey insonlar, nima sizlarni yaratgan Robbinglarga ibodat qilinglar dedi. Bu insonlarga hujjatni qoim qilishlik edi. Alloh taolo bundan xabarini beradi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda islom haq ekanligini va islom sizlarga hujjat ekanligini bayon etib, orqasidan 23-24 oyatlarda bu insonlarga bo'ladigan Qur'ondagi hujjat kimlarga uchun, ya'ni mukofot, kimlarga uchun jazo ekanligini va hujjatni barpo etganligini va ertaga ularga men eshitmabman degan hech qanaqa uzr yo'qligini bayon qiladi. Va orqasidan 25-oyatida Alloh subhanahu va taoloning bu eslatmalariga quloq solgan bandalariga jannatning xushxabarini beradi. Alloh subhanahu va taolo 25-oyatida va bashirillazina amanu. Demak, bu xitoblarga, bu chaqiriqlarga labbay deb iymon keltirib ishongan mu'minlarga xushxabar, jannat xushxabarini bering. Ular solih amallar bilan Robbisiga qullik qilayotganligini xabarini bering deb Alloh taolo mana bu oyatlari bilan mu'minlarni xabarini beradi. Keyingi 26-27 oyatlarda Alloh taoloning o'zini misollar bilan xohlagandek misol keltirishligini, xohlagan narsalarni dorbil masal qilishligini Alloh taolo xabarini beradi. Innalloha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya'ni Alloh taolo xohlagan narsalar bilan misol keltiradi. Nima uchun? Bandalari bu misollar bilan, bu bir-biriga taqqoslashlik bilan bandalarining fikrlarini, bandalarining aqllarini yurgizib Robbisini tanishlik uchun. Alloh subhanahu va taolo xohlaganini qiladi. Allohni birov nima qilyapti, nima uchun bu narsalarni misol keltirdi deyishlikka haqqi ham yo'q, haddi ham yo'q. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo bandalardan olgan, hali hayotga kelmasdan turib olgan ahdlarini misoq Alloh taolo eslatadi. Va mana shu ahdlarga nima uchun vafo qilmayotganligini Alloh taolo eslatadiki, shoyat shu eslatma ularga keyin foyda bersa. Kayfa takfuruna billah va kuntum amwatan fa ahyaakum. Qanday Alloh taologa kofir bo'lasizlar? Axir sizlar Alloh taologa iymon keltirgani deylar-ku. Hammanglarda odamning butun zurriyotini Alloh subhanahu va taolo qabz qilib turib, alastu bi robbikum, sizlarning robbinglar emasmi deganda, bala ya Robbi, sen bizni Robbimizsan deb misoq bergani deylar. Qanday qilib kayfa takfuruni, qanday Allohni inkor qilasizlar? Qanday Alloh taoloning diniga kofir bo'lasizlar? Qanday Alloh taoloning hukmiga, buyrug'iga kofir bo'lasizlar? deb Alloh taolo buni eslatadi. Mana bu oyat bilan insonlarning zalolatga ketib qolishligidan oldin Alloh taolo eslatadi. Kayfa takfuruna billah, qanday qilib kofir bo'lasizlar deb. Va Alloh taolo kuntum amwatan fa ahyaakum, o'lik edinglar, Alloh taolo tiriltirmadimi deb Alloh taolo bergan hayotini minnat qilib Alloh taologa kofir bo'lishligini oldini olib eslatadi. So'ng 30-33 oyatlarda Alloh subhanahu va taolo insonning, bashariyatning boshlanishligidan Alloh taolo xabar beradi. Ya'ni qanday bo'lib al-bari bo'lgan zot, ya'ni yo'qdan bor qilgan zot qanday qilib boshlandi bu? Odam alayhisalomning yaralishligi va unga Alloh taolo u odam o'z-o'zidan bir ilm, hikmat, har bir narsani bilgan, tanigan bo'lib qolgan yo'q. Bu inson o'zi ixtiro qilgan narsa yo'q. Alloh subhanahu va taolo odamning, ya'ni insoniyatning boshlanishli bo'lgan odam alayhisalomni yaratganligini xabarini beradi. Bu orqasidan Alloh subhanahu va taolo o'zini va idqola robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, ya'ni men yerda o'zimning xalifamni, ya'ni o'rinbosarimni yaratganimni malaikalarga xabarini berganimni eslang ey Muhammad alayhisalom deydi. Va shu bilan Alloh subhanahu va taolo odamni malaikalar bilan bo'lgan jarayon bu to'g'risida xabar berib, odam alayhisalomga Alloh taolo va allama adama al-asma'a kullaha, ya'ni hamma narsani ismini, ya'ni hamma narsani ilmini Alloh subhanahu va taolo berganligini, o'z-o'zidan inson
ixtiro qilib, miyasini ishlatib bir narsalarga ega bo'lib qolganligi hammasi avvaldan Alloh taolo azaldan odamga ilmini Alloh taolo berganligini xabarini beradi. Mana shu joyda o'z-o'zidan bugungi kundagi bir g'arbning saqofati yoki g'arbdagi ya'ni rivojlangan ularning ixtiro qilayotgan olimlarini aytib turib yurib musulmonlar qoloq deyotgan insonlar bilib qo'ysin, ilmning bergan Robb Alloh azza va jalla. Faqat ba'zi bir insonlar g'aflatda yotibdi, ba'zi bir insonlar uni ustida ishlamayapti, lekin ilmning asosini Alloh subhanahu va taolo bergan. Buni minnat qilib eslatib Alloh subhanahu va taolo bandaning o'zini o'rnida bandalik qilishligini xabarini beradi. Keyingi 34-39 oyatlarida mana shu Alloh taoloning qonuniga, Alloh subhanahu va taoloning irodasiga, Alloh taoloning buyrug'iga kofir bo'lgan iblisni xabarini beradi. Iblis alayhi la'na Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratib, hamma malaikalarni unga ehtirom, hurmat sajdasini qilishligini Alloh taolo buyuradi. Shunda iblis bosh tortadi. Bo'yin sinmaydi, itoat qilmaydi. Va Alloh taoloning rahmatidan, mag'firatidan, Allohning dargohidan quvladi. Mana bu narsani eslatadi. Ya'ni bu eslatmaki Allohning amriga, Allohning buyrug'iga, Alloh taoloning diniga, Alloh taoloning xohishiga teskari ketgan boshisi iblis bo'ladi, uni orqasidan odam farzandlaridan adashganlar ergashib boradi. Mana bu insonlardan bo'lmasligi uchun Alloh taolo ularni boshlanishligidan boshlab hammasini xabarini beradi. Va insonning shaqovati, insonning gumrohligi, insonning adashganligi, maxluqotning adashganligi iblisni misolida keltiriladi. Alloh taoloning amriga itoat qilmaganligi va Odam alayhissalom ham xato qildi. Nima qildi? Yema degan daraxtdan yedi. Alloh taolo buni ham xabarini beradi. Iblis ham xato qildi, Robbisining amriga itoat qilmadi. Odam alayhissalom ham xato qildi, lekin Robbisiga nima qildi? Tavba qildi. Iblis tavba qilmadi, u abadiy Alloh taoloning rahmatidan quvildi. Odam alayhissalom xato qildi, tavba qildi, Alloh taolo tavbalarini qabul qilishligini va Alloh subhanahu va taologa tavba qilishlik, istig'for aytishlik, Allohga qaytishlik esa saodat yo'li ekanligini Alloh taolo Odam alayhissalomning zurriyotlariga, siz va bizlarga va jin toifasiga Alloh taolo xabarini beradi. Keyingi oyatlarda 40dan 48-oyatlariga Alloh subhanahu va taolo yahudlarga Robbani bir ilohiy tarbiyasini eslatadi. Ya bani Isroil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Ya'ni ey bani Isroil, ya'ni yahudlarni Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarini eslatib siz va bizlarga va ularga Alloh subhanahu va taolo ne'matlarni bergan edi. Va ularga oxirgi chiqadigan payg'ambar Muhammad alayhissalomga ergashishlikni buyurgan edi. Va ulardan shuni talab qilgan edi. Va ularni mana shu sifatdagi yahudlarning qaysarligi, yahudlarni hasadgo'y ekanligini, yahudlarni ne'matga nonkor bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo eslatib o'tadi. Allohning bandalari, ular ham inson, lekin yahudiylarning Banu Isroilni sifatini bizga eslatadiki, biz nima olamiz bundan? Nima olamiz? Qaysar bo'lgan odam, Alloh taologa itoatsiz bo'lgan odamning dunyoda yomon insonligini, oxiratda esa jahannam ahlidan bo'lishligini Alloh taolo bizga eslatadi. Ya'ni shulardan bo'lib qolmagan ey iymon ahli deb Alloh taolo eslatadi. Mana bugun butun dunyo musulmon va kofir guvoh bo'lib turibdiki, yahudlarni qay darajada ya'ni fasod ahlidan ekanligini. Alloh subhanahu va taolo buni Qur'onda bizga azaldan yaratgan zot yaratilishligidan oldin bu yahudlarni sifatini o'zi yaratgan, ixtibor uchun, imtihon uchun yaratgan zot bizlarga ogohlantirdi. Bu degani bir boshqa millat, Yahudiy millati bo'lib qoladi degani emas. Yahudiy millatining sifatiga tushib qolishlikdan Alloh subhanahu va taolo bularni har birini shu qadar bayon qildiki, ular hattoki Alloh subhanahu va taolo ularning vasf qilganda, hattoki bularning ilmlari, hattoki Muhammad alayhissalomni tanishligida o'zlarining farzandidan ham ko'ra yaxshiroq taniydi. Shu darajada bularni, ya'ni haqni biladida, nima unga bo'ysunmasligini. Mana bugungi kunda, yaqin kunlardagi bo'lgan
axborni butun dunyo ko'rdi. Bularning boshlig'i, bularning boshi, bularning siyosatchisiyu, rahbarlariyu, kattalariyu hammasi endi Ramazon oyida bularni tanishlikdan maqsad ibrat olishlik uchun bolalarni jinsiy zo'ravonlik qilganlari, bolalarni, yosh go'daklarni, insonni o'ldirib ularni go'shini yeganligi, bu shunaqa bir ya'ni pastkash, razil insonlar. Alloh subhanahu va taolo bularni eslatib, shularning yo'lidan ketib qolmanglar, ey iymon ahllari deb Alloh taolo bizga xabarini beradi. Va bularning sifatlari shu Alloh taolo bergan ne'matlarga nonkor bo'lishlik. Qarang birodar, Alloh taolo qancha ne'mat bilan sizni siyladi. Nonkor bo'lishlikning oqibati oxir borib Alloh taologa, kufrga, Alloh taologa nonkorlikka olib boradi. Alloh taolo o'zi ofiyat bersin. Keyingi oyatlarda Alloh taolo yana bayon qilib 49-oyatdan boshlab 66-oyatgacha Banu Isroilning tabiati, ularga moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, Alloh taoloning bergan ne'matlariga nonkor bo'lganligini va ularga Fir'avnning ularga bo'lgan zulmi va ulardan Alloh taolo bergan najoti to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar berib o'tadi. Keyingi oyatlarda 67dan 75-oyatlarigacha yana Alloh subhanahu va taolo yahudlarni sifatlaridan bo'lgan bir holatni bizga Alloh taolo bayon qilib beradi. U ham bo'lsa shu sura shu to'g'risida nozil bo'lgan Baqara, Alloh subhanahu va taoloning xohishi. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhissalomga va iz qala Musa liqomihi innalloha ya'murukum an tazbahu baqara. Alloh taolo sizlarga, buni endi qissasi bor. Buni tafsirda o'qigan, batafsir o'qiganlar biladi. Bu aslida bir mayli bir izoh berib ozgina to'xtalib o'tib ketaylik. Bir mayyitni nohaqdan o'lganligini bilishlik uchun bir sigir so'yishlik to'g'risida Alloh taolo buyuradi. Bular qaysarlik qilishni boshlaydi. Sam'an va to'atan xo'p bo'ladi deb itoat qilmaydi. O'zlaricha aqllariga tushsalar, nimaga endi deb turib, o'zlaricha keyin nima molni qanaqa bu mol, rangi qanaqa, uni kayfiyati qanaqa deb turib Alloh taologa qaysarlik qilishlikni boshlaydi. Alloh taolo buni xabarini beradi. Bu Banu Isroil va bizdan 1000 yillar oldinga o'tgan bu qissani bizga bu Qur'on nima uchun Alloh taolo bayon qiladi? Yahudlarning shu joyda tabiati va Alloh subhanahu va taolo yahudlarning o'zlarida donolariga ergashib ketganligi. Donolikka ergashilmaydi. Mo'min odamning sifati Qur'onga va Allohning elchisiga ergashiladi. Ashadda donolik qilishligini, aqllilar o'zlarini nihoyatda donoman, aqldorman degan yahudlarni qavmining Alloh subhanahu va taolo xabarini beradi. Ey birodarlar, bu o'tirib olib turib, qanday bu? Qani bunda mantiq? Qani nimaga endi ayol bilan erkak ikkalasi teng bo'lmaydi? Nima uchun benrostda ayol kishi zaifa bo'lsa, ojiza bo'lsa, nima uchun erkak bilan teng olmaydi deb turib, aqlini ishlataverishlik yahudlarning sifati bu narsa. Mo'min odam yoki bo'lmasa nimaga endi erkak kishi 4 tagacha uylansa bo'ladi-yu, ayol kishi bitta erkak tegadi? Nimaga 2 ta, 3 taga? Bu aqlliliklar emas, bu yahud sifatidagi odamlar. Yahudning sifati kirib qolgan insonlar aqlni ishlatishlik faqat Alloh taologa itoat qilishlikda bo'ladi. Allohning amriga bo'ysunishlikda, fahmimizga, farosatimizga, urfimizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, zamonimizga, siyosatimizga Allohning amri, buyrug'i, rasulining ko'rsatmasi keldimi? Sami'na, eshitdik, itoat qilamiz. Mana bu narsa, bu oyatlardan oladigan oziqalarimiz shu. Alloh taolo bu to'g'risida bayon qilib aytadi. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo yahudlarning ichidagi munofiq sifatlarini, yahudlarning ichida ham shunday bir munofiq sifatidagi bolalarni Alloh taolo ularning paytida ham Allohning oyatlarini o'zgartirib, davrimizda ham bor, Allohning hukmlarini o'zgartirib, bundan ya'ni siyosiy manfaat maqsadda yoki ba'zi bir to'dalarni, ba'zi bir rahbarlarni ko'niga olishlik uchun Allohning oyatlarini burib, shuna qilib har xil ma'nolar beradiganlar bor. Alloh subhanahu va taolo ular to'g'risida وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ deb mana bu oyatlarda munofiqlarni Tavrotni o'zgartirganligi va ular bergan ahdlarga vafo qilmaganligi, mana shular to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Yahudlarni nima uchun Alloh taolo ko'p vasf qiladi? Ularning har bir harakati,
har bir holati faqatgina insonni dunyo oxiratining shaqovatiga, baxtsizligiga sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo 98-oyatdan boshlab 101-oyatlarigacha ularning yahudlarning adovati, hattoki Jibril alayhissalom Allohni ya'ni mukarram bandasi bo'lgan Jibril alayhissalomga bo'lgan adovati to'g'risida, Alloh subhanahu va taoloning farishtalarini ham yomon ko'radigan holat yahudlarda bor ekanligini Alloh taolo xabar beradiki, ey ummati Muhammad, Allohning maloikalarini, farishtalarini yomon ko'rmanglar. Ularni yomon ko'rishlik shaqovat, ularni yaxshi ko'rishlik esa saodat. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo 102-103-oyatlarda Sulaymon alayhissalomning qissasi to'g'risida xabar berib aytadiki, ya'ni Sulaymon alayhissalomni ana shu paytdagi yahudlar u kishining amrlarini, buyruqlarini o'zgartirganligi to'g'risida xabar berib aytadiki, "Vattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaymon va ma kafara Sulaymon walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr" deb Sulaymon alayhissalomning davrida Alloh subhanahu va taolo tarafidan imtihon uchun nozil qilingan farishtalar bor edi va Sulaymon alayhissalomni ular nima deyishdi? Sulaymon alayhissalom kofir bo'ldi deyishdi. Alloh taologa kofir bo'ldi dedi. Kim aytdi shuni? Yahudlar aytdi. U degani bizga bu oyatlar nimani beradi? Ertaga Allohning oyatlariga, Alloh taolo siz eshitmagan, siz bilmagan Allohning amri bor. Ba'zida kayfiyatingizga, ba'zida urfingizga, ba'zida zamoningizga to'g'ri kelmaydigan oyatlar, Allohning buyruqlarini aytayotgan Alloh taoloning solih bandasi yoki Alloh taoloning amrini yetkazuvchi bir insonni ko'radigan bo'lsangiz, shab zalolatga adashgan yoki bu jahannam ahli yo kofir deb olishlikdan ehtiyot bo'ling. Bu yahudning sifati. Uni kim gapirishligi emas, nimani gapirishlik. Allohning oyatidan gapirayotgan bo'lsa, Allohning rasulining so'zini yetkazayotgan bo'lsa, Allohning amrini hayotingizda, oilada bo'lsin, iqtisodda bo'lsin, siyosatda bo'lsin, ya'ni jinoyatda bo'lsin, qaysi narsada bo'lsin, siz hayotingizni tartibini, qonunini bu Allohning amri deydigan bo'lsa, shunda siz itoat qiling. Itoat qilmasdan, ya bu adashgan, bu zalolat, bu ketdi, bu jahannam ahli, do'zax ahli, ya'ni arablashib ketgan u bu deb turib har xil tuhmatlar bilan ittihom qilishlik bu yahudlarning sifati. Keyingi oyatlarida Alloh subhanahu va taolo 104-105-oyatda islom ummatini istiqomatda turishligini, so'zini ustida adashmasligi to'g'risida yahudlardan, ya'ni iymon keltirdingizmi, o'zingizni diningizda sabotda turing. Hali u yoqqa, hali bu yoqqa adashib ketmang. Yahudlarni osmon o'par gaplariga, din dushmanlarini osmon o'par gaplariga, zinatli gaplariga adashmang. Va ular shu qadar ki hattoki lafzlaringizga ham e'tibor berib, shuni ham buzishlikka harakat qiladi. U qo'ying katta narsalarni. Yahudlar shu qadar bir razil, pastkash insonlarki, hattoki bizning salomlarimiz, bizlarni muomalatlarimizgacha e'tibor beradi. Alloh subhanahu va taolo bu to'g'risida aytadiki, Estaizu billah, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Ya'ni ra'ina o'zi aslida yahudlar bu oyatda ra'ina deganda shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aqli zaif, o'zlarining ibroniy tilida aqli zaif, nodon, pastkash degan ma'noni bildiradigan so'z bo'ladi. Arab tilida esa ra'ina bizni rioya qiling, ya Rasululloh tezlashib ketmang, sekinroq o'qing, Qur'on oyatlarini eshitib olaylik degan ma'noni tagida pastkashlikni yashirib turganligini Alloh taolo bilib turib, birinchi oyatida ey iymon keltirganlar, bu yahudlarga o'xshab ra'ina demanglar, vaqulu unzurna, ya'ni bizga bir qarab turing, ra'ina demanglar dedi. Kalimalarda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ozor bermanglar dedi. Fama balakum, nima deysizlar endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni, ya'ni pedofil deb turib yoki uni xotinboz deb turib yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dunyoga terror olib kelgan deyotganlarni, bular Rasulullohni sha'nini to'kolmaydi deb turib nomusi tushmayotgan, g'ururi qaynalmayotgan musulmonlar nima deyapsizlar sizlar? Rasulullohning sha'ni to'g'risida Alloh taolo Robbil alamin arsh ustidan turib yurib yahudlarni, munofiqlarni mana shu ozorlardan himoya qilmadimi Alloh subhanahu va taolo? Mana bu Alloh taoloning bandalari Rasulullohning himoyalarida ehtimoli bo'lgan, lafzida ehtimoli bo'lgan narsadan ham himoya qilishlikni bizga mukallaf qo'ymadimi? Mana shu iymonda istiqomatda turmaysizlarmi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatida chalg'imashlikda xabarini beradi. Va undan keyingi oyatlarda 106-108 oyatlarda Alloh taolo ba'zi bir oyatlarni nozil qildi.
Qur'onda Alloh taoloning uslubi bor. Alloh taolo ba'zi bir oyatlarni tilovatini ham nasx qildi, ya'ni o'chirdi. Ba'zi bir oyatlarni hukmlari o'zgardi, lekin tilovati qoldi. Bu Allohning xohishi. Bu degani Qur'onni sha'nini, qadrini tushirib qo'yadi degani emas. Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Bu Alloh taoloning haqqi. Alam ta'lam anna Alloha ala kulli shay'in qodir. Hamma narsaga qodir bo'lgan Alloh taolo emasmi deb Alloh taolo. Ya'ni misol uchun aytaylik, Alloh taolo Qur'onda ba'zi bir chiqdi bizni Qirg'izistonimizda ham o'zini davlat rahbariman degan, ya'ni xorlanib yurgan Atambayev. Alloh taolo Qur'onda bilmaydi-da bu. Mana bu oyatlarni o'qimaganda. Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara. Ey iymon keltirganlar, namozga kelganinglarda mast holatda yaqinlashmanglar degan oyatning tilovati bor. Lekin hukmi mansux bo'lgan. Bu hukm mansux bo'lgan, ya'ni o'chirilgan. Aroq harom qilingan. Lekin mana bu joyda faqatgina namozga kelayotganda ichmasa bo'laveradi, qolgan payt ichsa bo'laveradi, musulmonlar yashiradi deb Qur'on ustidan mal'un nima qildi? Ustidan kuldi. Shunga o'xshaganlar bor. Mana bu oyatda ogohlantirib, ey bandalarim, bu meni haqqim deydi Alloh taolo. Xohlaganimni o'chiraman, xohlaganimni qilaman, bu meni haqqim deydi. Mana bu narsadan Alloh taolo bizga xabarini beradi. 106, 108 oyatlarda. Keyingi 109 dan 113 oyatlarga ahli kitoblarning haqiqati va ularning ya'ni xabis ekanligini va ularning ya'ni naqadar ya'ni jirkanch sifatlarga kirib ketganligini Alloh taolo xabarini berib aytadiki: "Wadda kaseerun min ahli kitob la yurdunak min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim" deb ularni hasaddan, ko'rolmaslikdan, islomda va musulmonlarda yomon ko'rishligini Alloh taolo xabarini beradi. Ko'ninglar xotirjam bo'lsin, birodarlar. Yahud nasoralar hech qachon musulmonlarni yaxshi ko'rmaydi. Hech qachon ularni saodati, kelajagi, yutug'ini hech qachon rozi bo'lmaydi. Bu meni so'zim emas, Alloh taoloning so'zi. Hech qachon bir yetuklik, saodat, baxt hech qachon, xossatan yahudlar hech qachon islom ahlini yutug'ini, sizlar bilan biz bitta osmonda tagida, bitta yerda, bitta daraxtdan meva yeyapmiz, bitta suvdan ichyapmiz, sizlar bilan biz do'st bo'lib yashaymiz degan gapi hammasi kizib, yolg'on. Ularning qalbi nafratda, ularning ichida kasallik, yiring borligini Alloh subhanahu va taolo xabarini beradi. Yo'q. Hech qachon ular bizdan rozi bo'lmaydi, hech qachon islom ahlini yaxshi ko'rmaydi. Bu o'zgarmas ilohiy qonun, bu Alloh taolo buni xabarini berdi. Undan keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo Allohning masjidlarining hurmatini, Alloh subhanahu va taolo u masjidlarda insonlarga bo'ladigan amn to'g'risida Alloh subhanahu va taolo ya'ni bu masjidlar Allohning baytini va undan qarshilik qiluvchilar. Mana bu oyatlarni qarang, subhanalloh. Va man azlamu mimman mana'a masajidallohi yuzkara fiha ismuhu va sa'a fi harabiha. Mana bu oyatlarda Alloh subhanahu va taolo 114 dan 119 oyatlarigacha Alloh taoloning yer yuzidagi Allohning baytlari, masjidlar va uning o'rni va unga mo'min odamlarning qalblari ulfat bo'lishligi va unga moyil bo'lishligi va undan eng zolim insongina, shuni bilib qo'yinglar, ba'zi bir siyosat deb, ba'zi bir ishim deb, ba'zi bir vazifa deb, rahbarlarning talabi deb turib Allohning baytidan, masjiddan qaytarayotganlar, ho ular masjid xodimlari bo'lib bo'lsin, ho u organ xodimlari bo'lsin deb turib bo'lsin, masjiddan qaytarayotganlar, "O'y, bu meni so'zim emas. Men sizlarni nasihat qilib, sizlarga eslatib aytamanki, Alloh subhanahu va taoloning huzurida undan zolim kimsa yo'q, Allohning masjididan. Uni yaxshi gaplar bilan yosh bolalar maktabiga borsin, yosh bolalar ta'limiga borsin, yosh bolalar odob axloqli bo'lsin, yosh bolalar ilm o'qisin deb turib yurib. Yo'q. Bu hammasi safsata gaplar. Solih odam, Alloh taologa haqiqiy qul, haqiqiy Alloh taoloni do'sti bo'lgan odam, innama ya'muru masajidalloh man amana billahi wal yawmil akhir. Allohning masjidini obod qiladiganlar Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirganlar dedi Alloh taolo boshqa oyatda. Mana bu oyatida masjiddan qaytaruvchilar, masjidni buzuvchilar, masjidni harobaga aylantiruvchilar eng zolim kimsalar deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu to'g'risida xabarini beradi. Keyingi oyatlarda
Yahud va nasorolarga ergashib ketishlik deganda ular bilan ittifoqdosh bo'lishligi, ular bilan hamkor bo'lishligi va ularni orqasidan ya'ni ularni bir qandaydir o'zlari uchun bir ideal inson qilib olishlik, bular hammasi nihoyatda yomon oqibat ekanligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar berib, "Falan tardo ankal yahud va lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ular hech qachon rozi bo'lmaydi sizdan ey musulmon. Xotirjam bo'ling. Yahudlar ham hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi. Hattoki ularni millatiga, ularning diniga, ularniga qul bo'lmaguningizga qadar hech qachon sizdan rozi bo'lmaydi deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantiradi. Keyingi oyatlarda esa Ibrohim alayhissalomni maqomi to'g'risida, Baytul Harom, Masjidil Haromning maqomi to'g'risida va u joyga butun yer yuzidagi musulmonlarning Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga chaqirib, u joyga ya'ni qalblari moyil bo'lib yurib, ana shu joyga kelib bandalik qilishlik, qullik qilishlik, ibodat qilishlik, muqaddas joy ekanligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Keyingi oyatlarida esa 130 dan 145-oyatida Ibrohim alayhissalomga ittibo qilishlik. Chunki Ibrohim alayhissalomning biz millatidamiz va u kishi bizni musulmon deb atagan va u kishiga ergashishlik esa dinimizning asoslaridan hisoblanadi. Mana bu to'g'risida Alloh taolo va Ibrohim alayhissalomga ergashmagan, u kishini aslida esa u kishiga iymon keltirdi degani bilan u kishining yo'llarini buzgan yahudlarni, nasorolarni havo nafsiga ergashganligi to'g'risidagi xabarlar bilan Alloh taolo mana bu oyatlarda siz va bizlarni ogohlantiradi, eslatadi va ta'lim beradi. 130-141 oyatlari bilan birinchi juzimiz tugar ekan, shunda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga ergashlik va u kishi asos solib, u kishi bizni huva sammakumul muslimin deb Alloh taolo xabar berib, u kishi bizni musulmon deb atagan. Islom degani shu taslim bo'lishlik, bo'ysunishlik. Yahudlar esa u kishiga ergashmaganligi va u kishiga ya'ni qarshi kurashganligi va u to'g'risida Ibrohim alayhissalom islom dini haq ekanligini, ya'ni u kishining ham dini islom, bizni ham dinimiz islom. Mana shu narsalar to'g'risida Alloh subhanahu va taolo xabar berib, millati Ibrohim alayhissalomning millati ana shu najot topuvchi millat ekanligini xabarini beradi. Mana shunday qilib yurib bugungi bir porada Alloh taolo mana shu narsalarda qisqacha, ya'ni xato kamchiliklarim bor albatta, qisqacha mana shu oyatlarda nimalar to'g'risida so'z borganligi to'g'risida sizlar bilan o'rtoqlashgan bo'ldim. Alloh taolo Allohning oyatlarini o'qib, tadabbur qilib, tafakkur qilib va buyruqlariga itoat qilib, qaytargan narsalardan tiyilib yashashlikka Alloh o'zi tavfiq bersin. Allohu taolo alam va sallallohu alayhi va sallam ala nabiyina Muhammad